Dahshat, Abror domla va xotinining sirli suhbati tarqaldi. Abror domla xotinini urdi. Xotini qanday urganining hammasini aytib berdi. O'zbekistonning mashhur domlasi sharmanda bo'lyapti. Bu domla dinni yo'qotish yoki obro'sizlantirish uchun bu ishni ataylab qilyapti. Shogirdlari shunaqa xotin urishni o'rganyapti. İltimos, yonimda turib beringlar. Men sizlarni sharmanda qilmayman. İltimos, meni yonimda turib beringlar, dushmanning gapini menga otmanglar menga. Men sizlarni sharmanda qilmayman. Chiqib ketadi. O'ldirib qo'yasiz bo'lmasa, men desam, yo'q, majburlab o'lib o'tirdilar. Uxlab qolganlarida zo'rg'a qochib chiqib ketdi. Masalan, qanaqa urganlar? Qanaqa urganlar aytmaymi? Boshimdan so'chimdan o'tib turadi, yerga qo'llab boshimni urdilar. Yo'qlarga urdilar. Yo'q urdilar. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Onlarni dik taşıdılar, birilerini dik taşıdılar. Başını şuna katta vurdular. Kiyimleri yittirip gitmiş vurdular. Kiyimlerim ortasından benim koyup gitti. Bana kunduğun altındaki yittirganlı kattı yittirganlı koyup gitti. Yoktu şeyde bir kulak o katıma yoktu. Bana kaç kat gitti o gibi vurganları da. O kadar iyi olmadı. Demek ki kulağımdan bir lokma ötmedi. Bırak şey değil balkona dedi. Yana yazımın kitabım dedi. Kim sefer yana vuruş. Kulağım şişket geldi. İki sefer vurganladı. Bir taraf kulağım. Kalktı bunu şişketti. Başımda kattı vurganlarda başım uğradık çıktı. Kollarım kokarıp ketken. Çıkın muz bastım. O'shandayam yaxshi gapirib 3 soatdagi yana yaxshi gapirib ketdim o'sha odam. 20 marta mayli, 2 marta 3 marta ursa mayli kechirib yuboray deb yaxshi gapirib ketdim. Keyinchalik 3 kundan kelib kechirim so'rab qo'ydi, lekin boshim beraman meni naql urgandan keyin kechirim so'raganda. O'ldirib qo'ydi meni bunaqada. Yashagim kelib qo'ynib qolib ketdi. Senga jannat kerak yo'q. Hadisda g'oyib muborak qilib turinglar deyilganmi yoki ko'tartirib turinglar deyilganmi? Hadisda g'oyib muborak qilib turinglar deyilganmi yoki ko'tartirib turinglar deyilganmi? Va'da berdi, qilmadi, o'qitaman deb va'da berdi, o'qitmadi. Oxir qizim o'sha tug'ishiga yaqin kel deb telefon qilaverdi. Qizim mayli, qorniga bolam yetim bo'lmasa, endi mana kechirim so'rutdi. Endi qilmas ekan, endi menga xafa qilmas ekan, endi haqorat qilmas ekan, endi bunaqa zulm qilmas ekan dedi, ketdi qizim. Ketgandan keyin 5 kundan keyin tug'di. Qoniga 7 kun bo'lgan, rosa uribdi. Shunaqa uribdiki, bo'g'ib uribdi. 7 kunlik ayol kim uradi? Ayol kishi uradigan erini yaxshi ko'radi. Erkak biroz shiddatli bo'lish kerak, gapini o'tqazish kerak. O'sha o'tkazgan paytida o'zi bo'ldi, taloqqa hojati yo'q. Erini maqtanib ham qo'yadi. Ayollar erini shunaqa ekanligidan boshqa dugonalarga maqtanadi. Agar gapimni yolg'on desani, meni Robbim ko'rib turibdi rost gapirganimni. Men to'g'ri guvohim yo'qdir u qizim urtganda, lekin Alloh ko'rgan. Lekin Allohim guvoh qanaqa qilib urganini, qay darajada urganini, qay darajada azob berganini, qay darajada qiynaganini Alloh ko'rgan. Ya shunaqa qattiq tishlab urar ekanki, inson tishlaydimi insonni? Boshi bilan xuddi to'pni kalla qilgandek kalla qilar ekan qizimni, boshiga kalla qilib tashlar ekan. Urishni qoidasi bor, ya'ni o'sha ozor bermaydigan, ko'kartirmaydigan qilib, ko'karmaydigan joyga solasizlar deydi.